tarafdan bir xil tomosha bo'ladi bolalar. Avvaliga orqa balondan bosib o'tishga harakat. Mashina bosib o'tyapti. Bardosh bersa qarshi cholsangiz bo'ldi. Tayyormi? Alloh yor bo'lsin. Ketdi bosib. Bosdik Shopir aka. Qarsiylar bilan baraka. Rahmat. Tayyormi? Alloh yor bo'lsin. Ketdi bosdik. Ketdi. Qarsiylar bilan barakalloh. Voy. Orqa yo'l. Mazza qilib odam bosgan ekansiz, ha? Ha, staj bor ekan-a. Qo'llarni ventilyator qilib yuboryapsiz o'zi ham. Qo'llardan bosib o'tgan bo'lsa, o'zi uchun aziz bo'lgan, oyoqlardan bosib o'tishga harakat qiladi. Lekin bu cho'linayotgan qarsiga to'g'risini aytaman, meni mikrofonda gapirayotgan quvvatim ham tugab qolyapti. Qarsi yo'qligiga. Tayyormisan? Shopir aka tayyormi? Shetamiz siz qilib va tushib ketib qoldingizmi? Ketdi bosdik endi. Ketdi. Bosavering. Bosdik. Qarsiylar bilan rahmat. Orqaga sekin qaytarasiz. Damasda bu tomoshani ko'rsatish eng qiyin joyi shuki, mana bu orqada turgan yigitlarimiz yaxshi bilishadi. Ey bolajonlar, o'tiringlar joylaringga. Rahmat. Ana mazza ko'ring, bosaverasiz. Ketdi bosdik. Bosavering. Ketdi. Qarsiylar bilan barakalloh. Hey! Ana endi Shopir aka ismingiz nima? Kim? Zikrullo aka, qarang, mashina orqasini u tarafga, oldini bu tarafga to'g'rilab berasiz. Mana bu ikkita turbani o'rtasidan joylashtirib tayyorlagan ko'rsangiz, ba'zi bir inson o'ylashi mumkin-da, mashinani orqa tarafi yengil bostirib o'tadi deydigan insonlar bor. Gumon iymondan ayradi. Mashina yurib kelsin, ikkala baloni ham qo'llardan bosib o'tib ketadi. Lekin gapirishga ham, ko'rinishga ham oson. Qarsak bo'lib tursa, bajarmasdan qo'ymaydi. Qani bosdik endi. Shu yoshmanman. Yoshim endigina 20 yoshda. Menga ota kasb, menga bobo kasb. Mashina yursin, ikkala balonni bostiring. Men uchun emas. Mana dadamga qarsak soling. Dadangiz hayot bo'lsa o'lmasin, bormi qarsak? Hozir juda chiroyli manzara paydo bo'ladi ro'parangizda. Hech ko'rganmisiz yo'lda katta trassada mashina haydab ketayotganingizda ro'parangizda cho'zilib yotgan odamni ko'rganmisiz? Hozir xuddi mana shu holat bo'ladi, qarab turing. Ro'parangizda cho'zilib yotadi, siz bosib o'tib ketasiz. Bu qo'rqinchli holat, bilaman shofyor uchun. Lekin davradagi tomosha. Qarsak bo'lib tursa bizdan tomosha. Qani yurmay turasiz, tayyor bo'ladi. Borgandan keyin ustiga chiqqandan keyin to'xtamang, bosib o'tib ketavering. Kelishdikmi? Haligi yo'lda ketayotganingizda tipratgan bo'lsa, ketib bosib o'tib ketamizmi? O'sha naql bosib o'tib ketavering. Ha? Katta tezlikda bo'ladi. Sal tipratgan qattiqroq variantida bu. Bosavering, ketdi bosdik. Rahmat, ketdi. Bosing. Jang qarsiylar bilan barakalloh. Ularni oyog'idan tutaman deb keladi. Hamma umidvor bunda yutaman deb keladi. Necha asrlardan ko'p. Ana endi e'tibor bering. Eng murakkab tomoshalardan biri. Qani Mahmudjon, olib kelinglar menga. Halol nafas oladigan tomog'iga Mahmudjon, mana uni bering menga, keyin qolgan ishingizni qilavering. Qo'limda turgan pichoqni halol nafas oladigan tomog'iga joylashtirib, Damas mashinasini bu tarafdan narigi tarafga olib o'tishga harakat qiladi. Lekin vaqt kelsa mashinani gaz yoki benzin